Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Mana 25 ga 30 latogimizdan Andorxonga berdik. Ikkinchi mashinamiz ketyapti mana, xudo xolasa. Nechtadan? 24 tami? 25? Mana bitta mashinamizga 23 tadan yuklanyapti. Bunda 3 qator bo'ladi. Buni qo'lda tushirsak ham bo'ladi. Bu yoqda quruqlardan tayyoridan beryapmiz. Bu tarafda mana yangilari chiqqan sveji. Ularni terib qo'yamiz bir qatordan qurib turishi. Mana bular mana quyilishga tayyor qoliplar. Qoliplarimizda 15 ga 15 setkadan bir qator qo'yiladi mana. Atrofiga nesiga tushadi. Bu yoqdan bu yoqqa. Qoliplarimizni tayyorlab qo'ydik quyishga. Mana bu taraflar ham qoliplar tayyor. Xudo xolasa havo sovuq bo'lganiga qaramasdan bularga pushkalar yoqib quritiladi. Mana bu mol oxirimiz. Yangi qoliplarni tayyorladik. Latoklarimiz razmerlari bor, har xil razmerlarda tayyorlab. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 91lik 148 3430 raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Manzilimiz O'zbekiston tumani Tagob qishlog'i. Mana mashinamizga yuklab tayyorlab qo'ydik. Hozir yo'lga chiqadi, xolos.